har kuni boshidan mana bunaqa suv olaman, apparat qo'ydirganman, yana $7000 ikkita. Boshiga ninani tutib, har kuni 2 mahal, 3 mahal suv olaman, Sardor. Kvartiramiz. meni mana shu Kasha pampers. meni mana shu meni mana shu akalarimni, musofirda yurgan opalarimni hammasini chiroyli duo qilaversangiz, Xudo xolasa, nasib bo'lsa jiyanimiz ham yaxshi bo'lib ketadi, Xudo xolasa. Inshaalloh. Akalar, opalar, mana shu batillarimizni qo'llagan insonlar, sizlarga men kattakon minnatdor aytmoqchiman. Sababi opa meni yangi akkauntim bu. Bu meni yangi akkauntim. Kecha ochdim, bugun kirdim. Bugun kirdim. 2 kun kirdim. 2 kun kirdim. 2 kun kirdim. Mana Xudo xolasa, mana shuncha akalarim qo'llashyapti. Bularni Alloh qo'llasin. Akalar, Alloh rizqingizni. mana shu ortda turgan Shahboz akam, Sulton akam, aka Qodir, Volk brat, Surxondaryo, David, Alex tog'am, Ruslan aka, Muhammad Ali aka, Dos, Mashrabjon akam, BMW X3, Dilijon opam, Shahmot, Zuliya, hammalaringizdan Alloh rozi bo'lsin. Men jiyanimizni kim tabriklamoqchi bo'lsa, tug'ilgan kunilar, bitta bosinglar. Yurakdan bitta chiroyli tabriklab qo'yinglar akalar. Oz-ozdan bo'lsa ham shu har nima mana shu dori darmoniga yordam bo'ladi. Ko'rasizlar, mana qiynalib, opamda ham yana ikkita bundan tashqari ham farzandlari bor. Xudo mana to'g'irlab qo'ygan ekan, mana ro'za kunida sizlar mana bosh qoshchiliklaringda mana shu opamizga mana atalgan ekan. Kam kuchingizga ishlating opa. Joningiz sog' bo'lsin. Bundan keyin ham yordam beramiz. Bizlar birovga bunday yomonlik qilayotgan odam emas opa. Biz yomonlik qilmaymiz hech kimga, iloji boricha qilmaymiz. Inshaalloh. Topgan tutganingizga Alloh baraka bersin. Xonadoningizdan fayz baraka arimasin. Ota-onanglar xotirjam bo'lsin. Farzandlaringiz qori bo'lsin. Sardor yaxshi joylardan ato qilsin. Rahmat. Xudo xolasa. Baxtingizni, kamolingizni ukalaringiz bilan ko'rsin. Ukalaringiz baxtli bo'lsin. Ilohim topayotgan pulingizga Alloh barakasini bersin. Nimaki yo'lda, nimaki ihson qilayotgan bo'lsanglar, yaxshilik qilgan bo'lsanglar, Alloh mukofotini yetkazsin sizlarga. Oxiratingizda. Opa, bizdan xafagarchilik yo'qmi? Hammasi Allohdan. Rahmat. Bizdan xafagarchilik yo'qmi? Chotkimi? Joningiz sog' bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishaylik. Kelganingizda keling. Salomat bo'ling. Rahmat. O'zingiz